Gepatit B uchun vaksina olganman, emlanganman. Endi menga gepatit D ta'sir qiladimi? Mana bu savol juda ham ko'pchilikni qiziqtiradi. Albatta bir necha barobar qayta aytyapmiz, D virusi bu qobiqsiz virus. Qobiqsiz virus bo'lgani uchun kimda B virusi bo'lsa, o'sha virusni ustiga o'tiradi. Emlanish bu juda ham katta kasallikdan saqlanish. Albatta emlanish kerak. Har doim aytyapmiz, 2000-yildan oldin tug'ilgan bolalar emlanishi shart. Agar emlangan bo'lsa ham albatta ular o'zlarini o'sha virusga qarshi antitanachalar sonini tekshirish lozim. Agar 10 dan kam bo'lsa, o'ta revaksinatsiya, yana qayta revaksinatsiya qilinadi. Agarda 10 dan yuqori bo'lsa, albatta yana uni antitselasi himoya darajasida bo'ladi. Demak, gepatit B ni vaksinasi gepatit D ga ham ta'sir qiladi. Hozir biza albatta nimaga aynan B ga qarshi biza hozir dori beryapmiz. Tenofovir ham, entecavir ham. B virusi DNK bo'lsa, D virusida RNK. Lekin D virusiga qarshi hech qanaqa alohida D ga qarshi emlanish yo'q, faqat B ga qarshi bor. Va shu bilan birga C ga qarshi ham emlanish yo'q.